Bugun sizlar bilan wordlistlar bo'yicha gaplashamiz. Wordlistlar bizga shu imonni ma'lum bir login pejlar yoki ma'lum bir tarmoqlarni buzib kirishimiz uchun kerak bo'ladi. Ya'ni brute force atakasi uchun wordlistlar katta rol o'ynaydi. Bu holatda tayyor wordlistlar mavjud bo'ladi yoki o'zimiz qo'lda ruslar yaratishimiz mumkin. Tayyor wordlistlar odatda chet davlatdagi fuqarolarga yoki chet davlatdagi foydalanuvchilarga tegishli bo'lganligi hisobiga O'zbekistondagilarga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu holatda o'zimiz qo'lda aynan o'zbeklar uchun yoki ma'lum bir shaxslar uchun to'g'irlashimiz mumkin ushbu wordlistni. Hop, keling uni demonstratsiya holatida ko'ramiz. Linux operatsion sistemasi kerak bo'ladi bizga. Bu yerda kub degan dastur bor. Ushbu kub degan dastur bilan yaratib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, bizga kub dasturi ochildi. Ushbu kub dasturida mana bir foydalanuvchining ismi, familiyasi, tug'ilgan yillarini hisobiga o'zimizga kerakli wordlistlar yaratishimiz mumkin. Masalan, hozir men Aziz Ahmadov degan foydalanuvchi uchun wordlist yarataman. Ko'rishingiz mumkin, bizda aziz.txt degan wordlist yaratildi. Unda 763 ta so'zdan iborat deyapti. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda o'zimizga tegishli, ya'ni shu Aziz ismli shaxsga nisbatan wordlist shakllantirildi. Atak biz o'zimizga kerakli tayyor wordlistlardan foydalangan holda ham ushbu amaliyotda amalga oshirishimiz mumkin. Bunda ma'lum bir ishlar amalga oshiriladi. Masalan, ko'rishingiz mumkin, bizda katta dasturlar uchun shakllantirilgan wordlistlar mavjud. Bu yerda bizda roku.txt nomli wordlist ham mavjud. Buning ichida 14 millionga yaqin parollar ro'yxati bor. Ushbu roku.txt Linuxda default holatda shakllantirilgan bo'ladi. Shunchaki biz Linux ochganimizda u zip holatda bo'ladi, ya'ni gzipda. Ushbu gzipni ochishimiz kerak bo'ladi va undan bemalol foydalanishimiz mumkin. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, bu yerda wifi.txt turibdi. Shu wifi.txt wordlisti aynan Wi-Fi dasturi uchun shakllantirilgan. Ya'ni o'sha simsiz tarmoqlarni avtomatik ravishda buzish uchun shakllantirilgan yoki tuzilgan dastur uchun xoslangan Wi-Fi.txt wordlisti bo'ladi. Bu yerda boshqa dasturlar ham bor, masalan, Derbusser bor, aynan yoki Fern bor yoki shunga o'xshash dasturlar bor. Aynan shu dasturlar uchun shakllantirilgan. Masalan, Derbusser yoki Derbda aynan ma'lum bir pejlar qidiradi saytlardan yoki o'sha sayt linki orqali o'sha nima desam bo'ladi, DNSdan keyin keluvchi pejlar qidira boshlaydi. Masalan, admin panel qidirish mumkin yoki news degan panel qidirish mumkin, login page deydi. Shunday har xil panellar qidiradi. Xo'p, bu yerdan istalganimizdan foydalanishimiz mumkin, lekin biz hozir ko'rgan bo'lsangiz, kap dasturida o'zimiz qo'lda shakllantirdik.